Farg'ona shahridagi kafelardan birida yong'in sodir bo'ldi. Farg'ona shahri Al-Farg'oniy ko'chasida joylashgan Mirash nomli kafeda yong'in sodir bo'ldi. Hodisa yuzasidan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rasmiy izoh berdi. Bugun 11-may kuni soat 12:16 da Farg'ona shahar Ibrat mahalla fuqarolar yig'ini Al-Farg'oniy ko'chasida joylashgan Mirash kafesida yong'in sodir bo'layotgani haqida 112 qisqa raqami orqali Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Olingan xabarga asosan, yong'in qutqaruv ekipajlari soat 12:18 da hodisa joyiga yetib borgan. Tezkor harakatlar natijasida yong'in soat 12:23 da qo'shib olinib, 12:30 da batamom bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida kafe hududining ma'lum qismi zararlangan bo'lsa-da, o't o'chiruvchilar tomonidan 100 kvadrat metr maydonni olovdan saqlab qolingan. Hodisa natijasida jabrlanganlar yo'q. Ayni paytda yong'inning kelib chiqish sabablari va yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Eng muhim xabarlarni Vodiy 24 sahifalarida kuzatib boring.